qanday qilib tez o'rganish mumkin? Yashirin mexanizm. Ko'pchilik buni sezmaydi, lekin haqiqat shuki, odamlar o'rganishga ajratgan vaqtining katta qismini bekorga sarflaydi. Sababi bitta, passiv o'rganish. Bugun men senga juda oddiy, lekin juda kuchli yondashuvni tushuntirib beraman. Agar buni tushunsang va qo'llasang, hayoting davomida minglab soatni tejaysan. Bu yondashuv kognitiv yukni boshqarish. Bugungi videoda aynan shuni birma-bir tushuntirib beraman. Kognitiv yuk degani nima? Oddiy qilib aytganda bu miyaning real ishlash darajasi. Qanchalik ko'p fikrlayapsan, solishtiryapsan, tushunyapsan, shunchalik kognitiv yuk yuqori bo'ladi. Va muhim qoida bor. Samarali o'rganish har doim aqliy kuch talab qiladi. Agar o'rganish oson, zerikarli va avtomatik bo'lsa, bu deyarli o'rganish emas. Passiv o'rganish nimaga o'xshaydi? Masalan, konspektni so'zma-so'z ko'chirib yozish, bir matnni qayta-qayta o'qish, video ko'rib tushundim shekilli deb o'ylash. Bu paytda miyang deyarli ishlamaydi. Shunchaki ko'z va qo'l harakatda xolos. Faol o'rganish qanaqa bo'ladi? Qaysi usullar kuchliroq? Qisqacha xulosa chiqarish, bilimlarni bog'lash, sxema qilish, murakkab narsani oddiy tilda tushuntirish, xuddi 10 yoshli bolaga o'rgatayotgandek aytib berish. Bu usullar qiyinroq, chunki miya majbur bo'ladi qayta ishlashga, soddalashtirishga, mantiqiy bog'lashga va aynan shu joyda haqiqiy o'rganish bo'ladi. Muhim nozik jihat. Har doim yuqori kognitiv yuk foydali degani emas. Agar sen haddan tashqari chalg'igan bo'lsang, bir vaqtning o'zida juda ko'p narsa qilayotgan bo'lsang, miya band bo'ladi, lekin o'rganish bo'lmaydi. Demak, qoida shunday. Har bir samarali o'rganishda kognitiv yuk bo'ladi, lekin har bir yuqori yuk samarali emas. Qanday tekshirasan? O'zingdan doim so'ra, hozir miyam ishlayaptimi yoki uxlayaptimi? Agar zerikayotgan bo'lsang, uyqu bosayotgan bo'lsa, hammasi juda avtomatik bo'lsa, bu katta qizil signal. Shunda yoki usulni o'zgartir yoki butunlay olib tashla. Qiziq joyi shundaki, ba'zan shu passiv usullarni olib tashlasang ham o'rganish kamaymaydi. Faqat vaqt tejaysan. Ko'p odamlar shunda tushunib yetadi. Demak, vaqtimning 70 dan 90% gacha bekorga ketayotgan ekan. Men ham aynan shunday edim. Passiv usullarni aniqlab tashla. Miyaning ishlatadigan usullarni qoldir. Zerikish signal ekanini unutma. O'rganish oson bo'lishi shart emas, samarali bo'lishi shart. Agar siz biror soha, ilm, kitob, til va hokazo, ya'ni o'zingiz istalgan narsani hozirgi darajangizdan 5 barobar tezroq o'rganishni xohlasangiz, siz uchun noodatiy o'rganish formulasi onlayn mini kursini tayyorlab qo'yganmiz. Bu onlayn mini kurs xotirasini yaxshilashni, o'rganish tezligini kamida 5 barobar oshirishni, istalgan narsani tezroq o'rganib, amalda qo'llashni istagan barcha uchun mos keladi. Mini kurs 7 ta video darslikdan iborat. Keling, har birini aynan qanday muammolaringizga yordam berishini aytib o'taman. Birinchi darslik: yangi ko'nikmani oson o'rganish. 1,5 nazariya amaliyot qoidasi haqida. Ikkinchi darslik: xotirangizni 2 haftada 2 barobar kuchaytirish bo'yicha real tadqiqotlar asosida tayyorlangan. Uchinchi darslik: tez o'rganishning haqiqiy siri. 20 soat qoidasini qanday ishlatishingizni o'rgatadi. To'rtinchi darslik: o'qigan barcha narsangizni eslab qolishning ilmiy formulasini ko'rsatib beradi. Beshinchi darslik: aqlli odamlar qanday tez o'rganadi savoliga javob topamiz. Ularning siri texnikada emas, balki nimada ekanligini ko'rib chiqamiz. Oltinchi darslik: top 1% odamlarning tez o'rganish tizimi, 3C tizimini sizga moslashingiz uchun yo'l xaritasi. Yettinchi darslik: miyani tez o'rganishga majbur qiladigan 6 qoida va ularni qanday qilib ishlatish bo'yicha qo'llanma. Ushbu 7 ta darslikni siz jamlangan holda noodatiy o'rganish formulasi mini kursida qo'lga kiritishingiz mumkin. Darslar tayyor holatda maxsus yopiq Telegram kanalga joylab qo'yilgan va sizni kutmoqda. Ushbu yopiq Telegram kanalga qo'shilish va noodatiy o'rganish formulasi mini kursini xarid qilish narxi atigi 497 ming so'm. Siz yuqoridagi maxsus 7 ta video darsli jamlangan mini kursni atigi 497 ming so'mga qo'lga kirita olasiz va to'liq 1 yil, ya'ni 12 oy sizda barcha darslarga dastur saqlanib qoladi. Nega bunday narx? Chunki tezroq va ko'proq o'rganishni istaydiganlarning hammasiga maksimal yordam berishni istaymiz va loyihamizni ko'proq insonning hayotiga kirib borishiga va ularning hayoti o'zgarishiga kichik bo'lsa-da sababchi bo'lishni maqsad qilganmiz. Keling hisoblab ko'ramiz. Bitta dars bor yo'g'i 71 ming so'm atrofiga to'g'ri kelmoqda. Bunaqa narxni boshqa joydan topa olmasligingiz aniq. Ammo siz uchun yana bir ajoyib taklif tayyorlab qo'ydik. Ya'ni YouTube'dagi mana shu videomiz orqali xarid qilganlar uchun
Asl narxi 497 ming so'm bo'lgan ushbu mini kurs 297 ming so'mga qo'lga kiritishadi va qo'shimchasiga dangasalikni boshqarish bo'yicha maxsus audio podkastni sovg'a sifatida olishadi. Bunday ajoyib taklifni o'tkazib yubormang. Keling, sizga qanday to'lov qilish va darslarni boshlashni tushuntirib beraman. Birinchi bo'lib, YouTube opисание va izohlarda qoldirilgan havola orqali Telegram botga o'tasiz. Ikkinchi bo'lib, botga start berasiz va ismingiz hamda raqamingizni botga yozib yuborasiz. So'ng bot sizga to'lov qilishingiz uchun karta raqamlarini yuboradi. Yuborilgan karta raqamlaridan o'zingizga qulayini tanlab, unga to'lovni amalga oshirasiz va albatta, to'lovingizni tasdiqlovchi chekni yoki skrinshotni saqlab olasiz. Keyin esa saqlab olgan chek yoki skrinshotingizni o'sha botga qayta yuborasiz. Tamom. Sizni tabriklayman. Siz bilimli qatoriga qo'shilasiz. Menejerlarimiz uzog'i 24 soat ichida sizni maxsus darslar joylangan yopiq Telegram kanalga qo'shib qo'yishadi. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa yoki mini kurs haqida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz ham, o'sha Telegram botga kirib, ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz, menejerlarimiz o'zlari sizga bog'lanishadi. Bilimli jamoasi O'zbekistondagi eng katta shaxsiy rivojlanish platformasiga aylanish uchun harakat qilmoqda. Qo'llab-quvvatlash uchun albatta like bosing, kanalga a'zo bo'ling va izohlarda fikrlaringizni qoldirishni unutmang. Rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha